Xitoydan birinchi qo'l zamonaviy tovuqxona uskunalari. Xo'p, qaranglar, qadrdon, bu yerda inkubatorlar bor ekan. Mana bu yerda lentalar bor ekan. Undan tashqari mana bu yerda bu quyoshli himoya, mana bu progonli ventilyatori. Xo'p, bu yerda vashi uskunalar juda ham ko'p ekan. Hozir birin-ketin ko'rsataveramiz. Xo'p, qaranglar, qadrdonlar, mana bu shinik, ya'ni tovuqlarni yemini aylantirib uzatib beradi. Undan tashqari to'g'rida ona tovuqlar uchun mana shu ko'rmasini aylantirib uzatadigan set, zanjir. Xo'p, mana bu yerda mana bu ventilyator tizimlari uchun. Xo'p, mana bu yerda yana mana veshelka ushqagan, bu ona tovuqni uyi. Ona tovuqni uyi. Do'stlar, bularda hammasi birinchi qo'l eng arzon narxlarda, qaranglar. Mana karmushkalar, mana ventilyatsiyalar, hammasi yangi bo'lib upakovka. Mana ventilyatsiya tizimini, mana uskunalar. Mana karmushkalar bunaqalari ham bor. Undan tashqari mana bu yerda forchkalar bor ekan, mana. Forchka. Forchkalarning ham razmerlari har xil. Katta, kichkina, mana orqalarini ham. Mana. Oqidan sel oqidan. Mana. Undan tashqari mana bu yerda gofralar bor ekan. Goframidi, nima edi? Gofra. Ha, gofralar. Bular endi tizimni yaxlatadi, shunaymi? Sovutish uchun. Sovutadigina. Xo'p, bu yerda mana o'sha tovuqlar uchun hamma narsa bor, mana setkalargacha bor. Va uy, ona tovuqni uyiga ishlatadigan sitkalar. Ha. Xohlang broiler boqing, xohlang ona tovuqni, xohlang jo'ja yo'nalishida hamma mahsulot bor, xolos. Arzon narxda Xitoydan birinchi qo'l kelib, ko'rib, bemalol tekshirib sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, qaranglar, qadrdonlar, mana bu polga, polnisda tovuqxonani poliga ishlatadigan plastmas poliklari. Undan tashqari mana bu yerda qaranglar. Mana tovuqxonaga tashqarida yem beradigan turbalar bor ekan. Va mana bu yerda katta hajmdagi aerokuller ventilyatsiyon tizimlari. Mana bu ovqat yetkazib beradigan turbalar ekan mana bular. Bundan tashqari bu yerda borki, har xil 3 xil razmerdagi kattaligida ventilyatsiyon tizimlari bor ekan, har xil ventilyatsiyalar bor ekan. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda mana polnis, mana parraylar mana. Hali bular zborka qilinmagan. Bemalol kelib, ko'rib, tomosha qilsanglar bo'ladi. Olmoqchi bo'lsanglar mana bu yerda har xil mana yem beradigan, o'sha ovqat beradigan payilkalar hammasi. Xullas, pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Manzilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Mo'ljal Xo'ja Abdurahmonda jome masjididan o'tgandan keyin svetoforga yetmasi. Aloqaga chiqsanglar, o'zlari Telegramdan lokatsiya tashlab beradilar, bemalol kelib ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar. Xullas, Xitoydan birinchi qo'l Tula ombor, qaranglar. Tula, mahsulot Tula. Kelsanglar tanlab olaverasizlar. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, Alloh barakasini bersin.